Assalomu alaykum. Matematikada siyirlik formula degan darsimizning ikkinchi qismida biz muntazam ko'p tarafliklarning yuzini hisoblash formulasini keltirib chiqaramiz. Endi muntazam ko'p tarafliklar degan vaqtimizda hamma taraflari o'zaro teng bo'lgan eee, geometriylik jismlarni ko'rsatadi. Bu muntazam ko'p tarafliklarning ichidagi eng taraf soni eng oz bo'lgan geometriylik jismimiz muntazam uchburun. Ya'ni teng taraflik uchburun. Bizning bildiğan kvadrat. Onun başqa muntazam 5 taraflik, 6 taraflik, 7 taraflik, mana muşundoq davomlashtirsak, taraf sonlari o'zaro teng bo'lgan eee, ko'p tarafliklarni ko'rsatadi. Endi bizning bugungi darsimizda mushu ko'p tarafliklarning faqat birla parametri, ya'ni taraf uzunligi bilan berilsa, masalan, uchburunninki taraf uzunligi A desek, yani bunun hamma taraflari uzunluk o'xshash bo'lganligi uchun faqat bir A bilan ifodalashga bo'ldi. A desek, bunikini A desek, A desek, endi chemberninki taraf soni intayin cheksiz bo'lgan ko'pchilik deb qarashga bo'ladi. Buni darsimizning oxirida chemberning yuzining formulasining nemishqa pi r kvadratga teng bo'lganligini isbotlab chiqamiz. Biz mushkemgacha uchburun va kvadratning va chemberning yuzini hisoblash formulalarini allaburun bilamiz. Buningki kvadratning yuzining formulasi biz bilganimizdek a'ninki kvadrati. Uchburunning yuzining formulasi buni bevosita yozishdan burun bu uchburunnikini keltirib chiqarib olishga bo'ldi. Ya'ni uchburunning yuzi nimaga teng deganda s 3 deb yozaylikki, uchburun bo'lganligi aniq bo'lsin, teng 2'den 1 A, bu A degan bizningki asosimiz va ko'paytirilgan H. Bu H degan nima degan vaqtda buningki egizligi, ya'ni buning asosining qarshisidagi cho'qidan yurgizib olgan bir egizlik. Ya'ni biz H orqali ifodalaymiz. Hem bizga H bo'lsa, bu uchburunning yuzini topa olamiz. A bizga berilgan. H'ni qanday topa olamiz? H'ni tepish intayin oson. Buni bir qancha yo'l bilan topqani bo'ldi. Biz Pisagor teoremasi orqali topqani bo'ldi. Pisagor teoremasi degan nima degan vaqtida tikburunliq uchburunga nisbatan ilib aytgan vaqtida ma'lum bir tikburunliq uchburunda, masalan bizning tikburunliq uchburunimiz mau mishada hosil bo'lgan tikburunliq uchburun. Tikburunliq uchburunninki ikki tik tarafi bilan yan taraf o'rtasidagi munosabatdan iborat. Bu chaqda bu uchburunga nisbatan buning mat tarafi A, bir tarafi H, tik tarafi, yana bir tik tarafi A'ning yarmi. Bunda bo'lgan vaqtida H nimaga teng bo'ladi? Ya'ni biz buni Pisagor teoremasiga solsak, H teng bo'ladi. Ildiz belgisi ostida A'ninki kvadrati, ya'ni yan tarafining kvadratidan bir tik tarafi nima? 4'ten 1 A'ning kvadrati. Chunki mau A'ninki yarmi emas, asosining A'ning yarmi 4. 2'den A'ning kvadrati 4'ten 1 A kvadrat bo'ldi. Buni chiqarsak 4'ten ildiz ostida 3 A bo'ldi degan gap. O chaqda biz uchburunning yuzini topa olamdiq degan vaqtda uchburunning yuzi shunglashqa bizningki uchburunning yuzi H'ning o'rniga bu 4'ten emas 2'den 3 bo'ldi, ama 2'den 3 bo'ldi. Chunki 4'ten kvadrat yıldızını chiqarsa 2'den 3 A bo'ldi. O chaqda buni 2'den 1 A keldi. H'ning o'rniga nima yozdik? 2'den yıldız ostida 3 A oldu. Bu chaqda buning yuzi nimaga teng bo'ldi deganda 4'ten yıldız ostida 3 A'ninki kvadrati bo'ldi degan. Demak, uchburunning yuzini intayin oson topa olamiz. Endi bu uchburunning yuzini tepishdan iborat bu tafsilot keyingi muntazam 5 taraflik va 6 tarafliklarning yuzini tepish uchun intayin foydali rol o'ynaydi. Unda esa biz muntazam 5 taraflikning yuzini qanday topamiz? Muntazam 5 taraflikning yuzini tepish uchun S5
tän qancha? S5 deganni A berilse biz buni qandaq topamiz? Bu S6 tän qancha? S7 tän qancha? Buni biz tep chiqishimiz kerak. S6 bo'lsa nimaga teng bo'ladi acaba? S7 bo'lsa nimaga teng bo'ladi acaba? Mush şekillik davomlashtirsak Sn bo'lsa, xohlagancha bir son bo'lsa, bu qanchaga teng bo'ladi? Bizning mushu darsda asosliq keltirib chiqarib olmoqchi bo'lgan nuqtamiz Sn bo'lsa nimaga teng bo'lganligini keltirib chiqarish. Unda bo'lsa biz 5 taraflikni misol qilish orqali biz bütün ko'p tarafliklarnikini hisoblab boqaylik. Unda bo'lsa 5 taraflikni mana yerda kopyalab olaylik, qayta chizib tushgandan ko'ra. Bizning 5 taraflikimizni sizdik bu yerga. Buni biroz cho'ngaytib, bu bizning 5 taraflikimiz. Unda bo'lsa bu 5 taraflikimizning yuzini hisoblamoqchi bo'lsak, biz bu 5 taraflikninki dal markazi qismidan har qaysi cho'qinlarga buning radiuslarini yurgizib olsak, buningga biz 5 tane o'xshash bo'lgan 3 buloq hosil bo'ldi. Biz faqat bu yerdagi bir tal 3 buloqni ya'ni mana yerdagi bir tal 3 buloqning yuzini tepib olsaqlar, buni 5 ga ko'paytirib berish orqali qanday qilamiz degan vaqtida buni topa olamiz. Masalan, buning bir tal 3 buloqni yana qanday qilamiz? Boyaqi 3 buloqning yuzini tepish usulimiz bo'yicha bir asosiga bir hni yurgizib olib, andan keyin bu shaklda qanday qilamiz degan topamiz. Demak, bu kichik yurgizib olgan 3 buloqning yuzini s desak, bu 2 dan 1 A h bo'ldi. A bizga ma'lum, h noma'lum. Hni qanday topamiz endi? Hni bu yerda topaylik desak, bizning bu yerdagi radiusni bilmaymiz biz. Biz muntazam 3 buloqda A buningga teng bo'lgan bilan 5 taraflikda bu radiusi A ga teng bo'lmaydi. Buni qanday qilamiz degan vaqtda buni biz hni trigonometrik munosabatlar orqali topa olamiz. Buni qanday topamiz degan vaqtda bu yerdagi bir 3 buloqimiz mavjud, bu yerdagi bir ichki buloqimiz mavjud. Bu buloqlarimiz nimaga teng bo'ldi deganda, har bir buloqimiz bu yerdagi buloqlarning hammasining yig'indisi 360 gradus teng bo'ldi. Ya'ni bu buloqni biz alfa desak, bu chog'da 5 tane alfa buloq nimaga teng bo'ldi? 360 gradus teng bo'lganlik uchun alfa buloq 5 dan 360 gradusga teng bo'ldi. Endi biz alfa buloq emas, bizning diqqat berdiganimiz mana yerdagi sita buloq. Biz endi mana yerdagi nimaga qaraymiz degan vaqtda mana yerdagi biz tik buloqni 3 buloq qaraymiz. Bu chog'da mana yerdagi sita buloq. O chog'da bu sita nimaga teng bo'ldi degan vaqtimizda albatta 5 dan 180 gradus teng bo'ldi. Chunki 2 ga bo'lib birimiz emas bu. Undan so'ng sitani biz tep chiqdik. Sita 5 deylik, bunun alfa sita 5 deylik ki 5 taraflikninki buloqi bo'lsin. Unda bo'lsa biz bu sita bilan hni qanday topa olamiz? Sita bilan h o'rtasidagi munosabatni qanday topamiz degan vaqtda bizningki trigonometrik munosabatlarda h ning bu yerdagi a ning yerimi, ya'ni 2 dan 1 a ga bo'lgan nisbati kotangens kotangens qanday yozamiz degan vaqtda kotangens bunday yozsa bo'ldi. Kotangens bu yerdagi bizning sita bulog'imiz. O chog'da biz h nimaga teng bo'ldi? H deganimiz 2 dan 1 a kotangens sita ga teng bo'ldi. Demak, bu hni mana yerning o'rniga qo'yib bersak, biz kichik s'ni topa olamdik, topa olamiz. Bu chog'da bizning kichik s 2 dan 1 a hning o'rniga nima bo'ldi? Yana 2 dan 1 a kotangens sita ga teng bo'ldi degan gap. Bu chog'da buni oddiylashtirsak 4 dan 1 a niki kvadrati kotangens sitaning o'rniga nimani qo'ydik? 5 dan 180 gradusni. 5 dan 180 gradusni qo'ydik.
Endi lekin bu faqat bir tal 3 bulonninki, ya'ni bizningki mush qizil ko'ringan 3 bulonning o'zi. U chaqda 5 taraflikning o'zini qandaq topa olamiz u chaqda? 5 taraflikning o'zini tepish uchun qanday qilamiz degan vaqtida buni 5 ga ko'paytirib bersak bo'ldi. S 5 shunday bo'lganligi uchun 5 tal kichik s ga teng. Ya'ni bu nimaga teng degan vaqtida 4 dan 5 a ninki kvadrati kotangiz 5 dan 180 gradusga teng bo'ldi degan gap. Demek bu muntizm 5 taraflikning o'zini hisoblab chiqdik degan gap. Unda hozir biz muntizm 6 taraflikniki hisoblay olamiz. O'sha muntizm 6 tarafliknikini hisoblash jarayonimi butunlay 5 tarafliknikini hisoblash jarayoniga o'xshash. Qanday qilamiz degan vaqtda, ya'ni o'xshash 6 taraflikdan bir 3 bulon sizib olamiz. 3 bulon sizib olib qanday qilamiz degan vaqtida bu yerga yozaylik yana. Buni biroz cho'ngaytaylik. Ha. 3 bulon o'ttiriga bir 3 bulon sizib olamiz. Cho'qinlarga radiuslarni yurgizamiz. Ve bu yerda 6 tal o'xshash bo'lgan 3 bulon shakllandi. Ya'ni o'xshash shaklda bizning bir tal 3 bulonimizni topamiz ve bir tal egizlik yurgizamiz. O'xshash usul bilan topsak, bu chaqda bizningki 6 taraflikning yuzi nimaga teng bo'ldi desa, ya'ni o'xshash shaklda nima deb yoza olamiz? S 6 teng bo'ldi. Qanday qilamiz deganda 4 dan 6 a ninki kvadrati kotangiz 6 180 gradus deb yoza olamiz. Endi buni mush shakllik davomlashtirsak, n tanning qanday bo'ldi? N tan 3 bulon. Bu chaqda biz S n deb yoza olamiz. N degan bu yerda xohlagan son bo'ldi. 7, 8, 9, 10 har qanday bir son bo'la oladi. Bu teng 4 dan n kotangiz 4 dan n a kvadrat kotangiz n'dan 180 gradus degan gap. Demek biz muntizm n taraflikninki yüzünü hisoblash formulasini keltirib chiqardik degan gap. Endi biz buni isbotlab boqaylik yana. S3 bo'lsa n'ning o'rniga 3 ni qo'yib boqaylik. S3 bo'lsa nimaga teng bo'ldi? Bu chaqda 4 dan 3 bo'ldi. A ninki kvadrati bo'ldi. Kotangiz, ya'ni kotangizni ba'zi joyda kod deb yozadi. Biz yani normal yozaylik. Kotangiz 180 ni 3 ga bo'lib bersak qancha bo'ldi? 60 gradus bo'ldi. Ya'ni kotangiz 60 gradus. Kotangiz 60 gradusning qiymati qanchaga teng bo'ldi degan vaqtida 3 dan iltisos 3. Bu chaqda buni o'rniga qo'yib bersak 4 dan 3 a niki kvadrati 3 dan iltisos 3. Bu chaqda mana qisqarib ketsa 4 dan iltisos 3 a niki kvadrat. Ya'ni bizning eng dastlabda keltirib chiqarib olgan 4 dan iltisos 3 a kvadrat kelib chiqdi degan gap. Endi biz S4 ni tepib baqsaqchi. S4 deganni tepib baqsaq, bu chaqda biz yana 4 dan 4 deymiz bu qatim. A niki kvadrati deymiz. Bu chaqda kotangiz deymiz. 180 ni 4 ga bo'lsak 45 gradus chiqadi. Shunami? 45. 45 gradusning qiymati 1. Bu chaqda bu A niki kvadrat chiqadi degan. Demak bu to'g'ri degan gap. Demak bizningki bugungi darsimizda keltirib chiqarib olmoqchi bo'lgan nuqtamiz n muntizm n taraflikninki yuzini tepish formulasi tuvandagidek. Bu yerda faqat bizga a ni bergan bo'lsa, qolganlarning hammasi o'zidan ma'lum. Qancha taraflik bo'lsa, n o'rniga shuni qo'yamiz. Faqat a ni bergan bo'lsa, buni biz hisoblab chiqara olamiz. Bu
Matematikning bu formulaning güzel tarafi mana shu yerda. Endi qo'shimcha qilib, n cheksiz bo'lganda qandaq ahvol yuz berdi? Masalan, n 10, 20, 100, 1000 bo'lib ketsa qanday bo'ladi? Masalan, n cheksizlikka intilgan vaqtida qandaq ahvol yuz berdi acaba? Masalan, n 100 bo'lib qolsa qandaq bo'ladi? Albatta bu formula qo'yish orqali topa olamiz. 1000 bo'lib qolsa qandaq bo'ladi? 10 ming bo'lib qolsa, 1 million bo'lib qolsa qandaq qilamiz acaba? Bu bir albatta son qancha bo'lsa formulasi qo'yib hisoblab chiqa olamiz. Lekin shundoq bir narsa bor. Agar biz ko'p taraflilarimizni sızsaq, biz bevosita bilalamizki, taraf soni oshgan sari qanday qildi deganda, oxir qanday bo'ldi bu? Biz chambarga yiqilish, ya'ni bizningki ko'p taraflikimiz amaliyotda chambarga yiqilishdi. Mau n teng 6 bo'lsa, mau n teng qandaq? Cheksiz degan gap. Ya'ni cheksiz degan gap intayin jiq bo'lgan taraf sonlar bo'lib qolsa, bu bir chambar degan gap. Biz bilamiz chambarning yuzini tepish formulasi pi r'ninki kvadrati. Bu yerda chambarning intayin jiq taraf soni bo'lgan a degan intayin kichik. Bu yerdagi a, bu yerdagi bizning a'simiz 0 ga intildi. Lekin bizning radiusimiz bor. Bu yerdagi radiusimiz bor. Bu radiusimiz bilan bu nimani qandaq birlashtirib olamiz? Radius bilan a'ni qandaq birlashtirib olamiz? Masalan, 6 taraflikniki bilan misol qilaylik. Bizningki radiusimiz r bo'lsin. Bu yerda bizningki ma tarafimiz a bo'lsin. U chaqda ma bo'lamiz sita. U chaqda qandaq bilalaymiz? Bu chaqda bizningki ma tarafidagi 2 dan a, 2 dan a. Ya'ni bizningki mau biroz cho'ngaytib, mau trigonometriyalik munosabatga qaraylik. U chaqda 2 dan a deganning o'zi 2 dan a'ninki r ga nisbati qarshi tarafning yan taraf. Bu bizningki sinus sita bo'ladi. Unda bo'lganlik uchun biz darholla biz a bilan r'ning munosabatini kelib chiqa olamiz. Ya'ni a teng 2r sinus sita deyamiz. Mana formulasimizni o'zini qo'ysak, ya'ni bizning formulasimiz qandaq edi? S n teng bo'ladi. Qandaq edi? 4 dan n a kvadrat edi. A kvadrat edi. Kotangens biz sita deb qandaq deb yozamiz bu chog'da? N'dan 180 gradus deb yozaylik. Bu chog'da bizningki formulasimiz, bizning keltirib chiqargan formulasimiz mana shu. Endi buningki a kvadratning o'rniga shu ma'ni o'rniga qo'yib beraylik. Bu chog'da nimaga teng bo'ldi deganda 4 dan n a kvadratning o'rniga 4 r kvadrat sinus kvadrat. Bu yerda biz hammani sita deb yozaylik, qulay bo'lsin uchun. Mana sita olsun. Sinus kvadrat sita kotangens sita degan gap. U chaqda buni oddiylashtirsak nima bo'ldi deganda, kotangens degan kosinus bo'lingan sinus bo'lganligi uchun bu yerdagi ma 4 bilan 4 qisqarib ketdi. Albatta u chaqda n r'ninki kvadrati sinus sita kosinus sita bo'ldi. Endi buni oddiylashtirib trigonometrik munosabatlarga asosan qila olamiz bu chaqda. 2 dan n r kvadrat sinus 2 sita bo'ldi degan gap. Endi n cheksizlik intilgan vaqtda qandaq bo'ldi? Biz o'rni qo'yib boqaylik. Sitaning o'rniga n ni qo'yaylik. Bu chaqda 2 dan n bo'ldi. R kvadrat keldi. Sinus sitaning o'rnida nima bor edi? 180 gradus, ya'ni 180 gradusni biz pi deb yozishga bo'ldi.
İkisi sita bolganlyk üçin 2pi dep ýazışga boldy. Mayada ornyga n bar edi. Ondagysy buny ýana mundaq ýazışga boldy. 2'den n digen ne? 2'den n r'ninki kwadraty sinus buny biz mundaq ýaza alaýmyz ýani 2'den n pi dep ýazışga boldy. Şekil özgertiş arkaly. Biz 2'den n bu ýerdäki n digen intaýyn çeksiz san bolganlyk üçin 2'de n-mi intaýyn çeksiz san boldy. Pi bölüngen 2'de n digini bir sany çeksiz çoň sanga bölsek intaýyn kiçik boldy. Bizniň mandaq bir nimemiz bar. Meselem sinusda, sinus kaidemizde sinus bir sita buluň. Yani eger sita çeksiz kiçikke intilgen wagtda limit bu sinus sitanyňky kıymeti sitaga teň boldy diýdigan bir kaidemiz bar. Ya çünki sitanyň bu intaýyn kiçik bolganda sinus sitanyň kıymeti bulanyň özüge teň diýdigan. Yani demek pi'ni çeksiz çoň sanga bölep bersek bu ýerdäki çykkan kymmet intaýyn kiçik kymmet diýenге. Yani many bir epsilonga teň diýip alsak pi bölüngen n bölüngen 2'den digeni intaýyn kiçik. Yani bu bir epsilonga teň diýip alsak bu yani nölge intildigan kiçik san diýen gep. Çünki mawy intaýyn çoň bolganlyk üçin kiçik sany çeksiz sany çoň sanga bölersek intaýyn kiçik çykdy. Bu çagda bunyň kıymeti näme çykdy diýende tähminen bunyň tähminen emas teň çykdy. Bu çagda 2'de n'ni biz bu 2'den n tutsun r'ninki kwadraty tutsun sinusdan näme çykdy diýende elbetde bundan ýana aýna muş sanyň özü çykdy. Yani epsilonyň özü çykdy. U bolsunmy n 2'den n pi diýen gep. Bu çagda 2'den n bilen 2'den n kyskarap gelse bizniň kolumyz näme kaldy diýende pi r'ning kwadraty çykdy diýen gep. Demek biz çemberniň teňlemesiniň çemberninki ýüzüni tepişik formulasyny bu ýerden ispatlap çykdyk diýen gep.